yigitni qo'yib yuborishibdi. Nag'maga harflarni barmoqlari bilan his qilib, kitob mutolaa qilayotgan bu insonlarning ham hayotda o'z orzu-umidlari, maqsadlari bor. Farqi shundaki, biz ko'zimiz bilan ko'rgan dunyoni ular qalb ko'zlari bilan anglashadi. Aslida qalb ko'zi ochiq bo'lgan insongina bu hayot mazmunini dildan his qila oladi. Assalomu alaykum. Odilbek aka, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz? Kutubxonagami? Ha, kutubxonaga. Yering bo'lmasam, Yaxshi bo'ladi. birga olib o'taman. Ko'zi ojiz insonlarni ko'rib qolsam, ularga beixtiyor yordam beraman. Manzillariga yetishlariga va shu uchrashgan paytimda albatta kutubxonaga tashrif buyurishlarini, kutubxonada yaratilgan sharoitlarni, ularga davlatimiz tomonidan yaratilgan sharoitlar, kitoblar haqida gapirib, kutubxona haqida ko'p ma'lumotlar berishga, suhbatlashishga harakat qilaman. Men ishga kelganimda jamoamiz, kasbdoshlarimni mehrini his qilib turaman va har kuni ishga shoshaman. Ishim meni ikkinchi uyim. Juda yaxshi ko'raman. Ushbu lavhamiz qahramoni bo'lgan Rohatjon Tojiyeva ham kutubxona sohasida faoliyat yuritib, ko'zi ojiz insonlarning ma'naviyati yuksak bo'lishiga o'zining munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Uning ushbu xizmatlari alohida e'tirof etilib, Prezidentimizning joriy yil 28-may kunidagi madaniyat va san'at, adabiyot vakillaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonlariga asosan Rohatjon Tojiyeva shuhrat medaliga sazovor bo'ldi. Dunyoda kasblar ko'p. Har bir kasbning o'ziga yarasha mashaqqati, g'ururi, shavqi, zavqi bo'ladi. Men kutubxonachilikka qiziqishim kichkinaligimda uyimiz yonida kutubxona bo'lardi. Shu kutubxonaga kirib kitob o'qish va o'sha yerdagi kutubxonachiga havas qilganman. Shunday qilib maktabni bitkazib, shu kutubxonachilik qayerda o'qitilar ekan va uni o'rganib Madaniyat institutiga topshirganman. Keyin ish faoliyatimni boshlaganman. O'sha Bog'ot tumanidagi kutubxonalarning bittasida boshlaganman va qator kutubxonalarda ishlab keldim. 2017-yilda mana shu viloyat ko'z ojizlar kutubxonasiga ishga taklif qilindim va ish faoliyatimni shundan buyon shu kutubxonada davom qildirib kelyapman. Bu kutubxonaning boshqa kutubxonalardan juda farqi shundaki, bu yerda imkoniyati cheklangan insonlarga xizmat ko'rsatish, kutubxonadan foydalanishlariga, kitob o'qishlariga va ma'naviy oziqa olishlariga, ko'rik-tanlovlarda qatnashib, umuman shu sog'lom insonlardan kam emasliklarini tushuntirishga harakat qilib, ularning qalbida hayotga, yashashga, mehr uyg'otishga o'z hissamni qo'shayotirman deb o'ylayman. Kitob albatta bu dunyodagi eng ajoyib mo'jizalardan biri. Kitobni sevgan inson hech qachon kam bo'lmaydi. Bu narsa bizning davlatimiz siyosatining bir bo'lagi deb hisoblayman. Albatta mana prezidentimiz kitobxonlik, kitob o'qish masalalarida ayniqsa bizni sevintiradigan joyi, kitob o'qib mashina minishyapti, katta yutuqlarga erishyapti. Albatta buning ta'siri hamma yoshlarga, xalqimizga, bizlarga bor. To'g'risi bu mukofot bilan taqdirlanganimni eshitganimda o'zimda bir shunday his-tuyg'ular o'tdi, xursand bo'ldim. Va shu bilan birgalikda yana o'zimga bir mas'uliyatlarni ham sezdim. Bu faqat mening yutug'im emas, bu jamoamizni, kutubxona jamoamizni yutug'i deb bilaman hamda shuni munosib oqlashga harakat qilaman. Mana bizning kutubxonamizda mo'jazgina
bosmaxona Braille alifbosidagi kitoblarni chiqaradigan bosmaxona tashkil qilingan. Buning ish faoliyati shu kitobxonlarning talablarini e'tiborga olgan holda kitoblarni Braille alifbosida chop qilamiz. Bu uskunamiz Braille yozuvida chop qiladigan uskuna bo'lib, juda tez va sifatli ishlaydi. Debocha qilib, viloyatimizdagi xalq sevgan shoira Gavharxonim Ibodullayevaning Yuragimda yashayotgan sir nomli Braille alifbosidagi kitobini chiqardik va buni taqdimotini tez kunlarda qilamiz va kitobxonlarimizga taqdim qilamiz. Rohatjon Tojiyeva bizning kutubxonamizda qariyb 10 yildan beri xizmat faoliyatini olib bormoqda. Albatta bu medal Rohatjonni fidokorona mehnati uchun o'z ishiga, ya'ni kutubxonachilik sohasiga bo'lgan muhabbati uchun berilgan deb bilaman. U o'zini kasbini chin dildan sevadi. Kutubxonachilik sohasi juda ham bir mashaqqatli soha hisoblanadi. Uni avvaldan aytadilarki, xuddi bir nina bilan quduq qazigandek bir ish bu degan ibora yuradi. Avvaldan oddiy insoniy nazar bilan qaraganingizda keladi, ketadi, kitobxon kelsa unga kitobni beradi, yozib olib qoladi, qaytarib olib kelsa uni yana qaytarib oladi degan tasavvur paydo bo'ladi oddiy insonni o'zida. Lekin uni orqasida qanchadan qancha mehnat, mashaqqatli mehnat yotganini tasavvur qilish qiyin. O'sha kitobxonni kutubxonaga jalb qilish, uni shu kitobga qiziqtirishni o'zi bir mehnat. Rohatjonni tashabbusi bilan bizda viloyatdagi barcha ko'zi ozlar maxsus kutubxonalarda kitobxonlar uchun qanday kitoblarni sevishlarini bilish maqsadida trening o'tkazilgan. Ulardan so'rovnoma kartochkalari tarqatilib, yilning oxirida o'sha kartochkalar hamma kutubxonalardan yig'ib olinadi-da, keyin bu qanday kitoblarni yaxshi ko'radi. Bolalar adabiyotiga qiziqish kuchlimi, mumtoz adabiyotga yo detektiv, fantastik adabiyotga qiziqish kuchlimi? Yana uning ustiga bir nomdagi kitobdan qancha kitobxon shuni talab qilib so'ragan, taklif qilgan shuni. Ana shunga qarab endiki yilga kitob olishda albatta ana shunga e'tibor qaratiladi. İştiyoq paydo bo'ldi. Bu juda maroqli. Bu insonlar qalb ko'zlari bilan ko'rib, bizning kutubxonamizda mana shu yaratilgan sharoitlardan foydalanib, Braille alifbosidagi adabiyotlarni kelib mutolaa qilishadi, o'zlarini ma'naviy boyliklarini oshirishadi. Men bularni juda hurmat qilaman va ularga qo'limdan kelgancha yaxshiroq xizmat qilishga harakat qilaman. Mana faol kitobxonlarimiz har kuni kutubxonamiz to'lib turadi. Kitoblarni mutolaa qilishda yordam qilamiz. Yo'q kitoblarni boshqa kutubxonalardan olib berib, talablarini qondiramiz. Faxrlanaman shu yerda ishlayotganimdan va ularga xizmat qilishdan o'zimni baxtli his qilaman. Albatta har bir kitobxon bilan alohida muloqot qilishga harakat qilaman. Ularning qanday kitoblarni o'qimoqchi ekanliklarini va qiziqishlarini o'rganib, ularga shu mutolaa sirlarini o'rgatishga harakat qilaman va albatta yana kutubxonamizga qaytib kelishlariga sharoitlar qilaman va ularni kitobga bo'lgan mehrini uyg'otishga o'zimda bir kuch topib o'rgataman, harakat qilaman. Viloyatimiz bo'yicha tumanlarimizda ham kutubxonalarimiz bor, filiallarimiz bor. U yerda ham har bir tumanning o'zidagi mana shunday ko'zi ojizlarga xizmat qiladigan filiallarimiz bor va ularning ishlarini muvofiqlashtirib, hammasini birgalikda olib borishga harakat qildik. Kitobxonlarimiz albatta yildan yilga ko'payib kelmoqda. Ularga yaratilgan sharoitlar ham yildan yilga yaxshilanib, fondimiz ham juda kattayib bormoqda. Mana biz turgan joyimiz kutubxonamizning o'quv zali bo'lib, bu yerda kitobxonlar uchun hamma sharoitlar yaratilgan, kompyuterlar o'rnatilgan,
gapiruvchi dasturlar o'rnatilgan, internetga ulangan hamda to'pas texnikasi bilan jihozlangan bu texnika ko'zi zaif ko'ruvchilar uchun mo'ljallangan narsa bo'lib, zaif ko'ruvchilarga ham xizmat ko'rsatamiz. Bizning ish vaqtimiz 9 dan 18 gacha, shundan keyin ham kitobxonlarimizni ketgisi kelmaydi. Biz ularga murojaat qilib, ish vaqtimiz tugadi, ertaga keling degan paytlarimiz ham bo'lib turadi. Bu nimadan dalolat beradi? Bizning kutubxonamizda aynan shu ko'zi ojizlarga yaratilgan sharoitlar hamda xodimlarimizning chiroyli muomalalari ularni shu yerlarga yetaklab kelishidan dalolat beradi. Endi bizni xizmat kutubxonachilik ishida bilasiz, juda ko'p ko'rik tanlovlar bo'ladi. Aynan bizning kutubxonamizda ko'z bo'yicha nogironliklar bor insonlar o'rtasida o'tkaziladi. Mana har yili tanlovlar juda ko'p bo'ladi. Bulardan eng yaxshi kitobxon ko'rik tanlovimizda bu yil respublikada Gulmira qizimiz qatnashib, faxrli o'rinni olib keldi. Har yili shu respublikada ko'rik tanlovlarda Xorazm viloyati birinchilardan bo'lib kelmoqda. Bundan biz xursandmiz. Kitobxonlarimiz albatta ko'rik tanlovlarda o'zlarining butun o'qigan kitoblari, olgan bilimlari hammasini ko'rsatib beradilar. Ichki ko'rik tanlovlarni ham o'tkazib boramiz kitobxonlar o'rtasida. Bunda ham juda ko'p kitobxonlarimiz qatnashadi. Ularni imkon darajasida rag'batlantirib boramiz. Mana ko'z ojizlarga shunday ajoyib binolar qurib berishdi. Fondimizni yangilash, ko'paytirishga juda katta yordam berishyapti. Hamda ularga ko'chalarda ham e'tibor qilsangiz, ularga yaratilgan sharoitlar yildan yilga ko'payib bormoqda. Biz bundan xursandmiz, chunki mana shu ko'z ojizlarimiz kutubxonaga kelib ketishlarida ham albatta tevarak atrofining, yo'llarning, avtobuslarning, jamiki hattoki tabiatning ham o'zining ularga ko'rsatadigan ta'sirlari bor. Kutubxonaga kela olmaydigan ko'zi ojizlarga uyga kitob eltish xizmatini tashkil qilganmiz. Ular bilan muloqotda bo'lib, kitob olib borib beramiz hamda o'qib bo'lgandan keyin qaytarib olib qaytamiz. Mana universitetlarda, institutlarda o'qiydigan ko'zi ojiz talabalarga sharoitlar yaratish maqsadida Urganch davlat universitetida hamda Urganch davlat pedagogika institutida filiallarimizni tashkil qilganmiz. U yerga shu Braille yozuvidagi adabiyotlarni olib borib, ularni shu kitobga bo'lgan talablarini qondirishga harakat qilyapmiz. Bulardan tashqari Braille alifbosida o'rganish to'garagimiz, kompyuter savodxonlik to'garaklarimiz tashkil qilingan va shu ko'zi ojiz kitobxonlarga kompyuterni kirib, ochib, o'rganib, internetdan o'ziga kerak narsalarni olguncha o'rgatamiz. Biz ham lavhamiz qahramoni Rohatjon Tojiyevaning bundan keyingi faoliyatlariga ulkan zafarlar tilab qolamiz.